Assalomu alaykum, qo'y chorva ishqibozlari, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz aka-ukalar. Akalar, xudo xolasa bugun sizlarga zotga mana bundaqa qo'chqorlarda haqiqiy noyoblardan topib qo'ydim. Xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga yoritib beramiz akalar. Erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar videoda, like bosib, qo'llab-qo'llab turasizlar akalar. Mana bundaqa haqiqiy noyoblardan qo'chqorlarda xudo xolasa urug'likka sizlarga tavsiya qilamiz. Chiroyli qilib bugun sizlarga yoritib beramiz. Akalar, bugun biz video syomkalarimiz sizlar uchun Namangan viloyati, Namangan tumani Tepako'ron qishlog'ida olib boryapmiz video syomkalarni. Akalar, like bosishni unutmaysizlar akalar. Obuna bo'lmay ko'rayotganlar akalar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa mana shunaqa videolar chiqarganimizda sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi akalar. Hafta kunimizga payshanba akalar, xudo xolasa chistolarimiz 25-iyul 2026-yil akalar. Xudo xolasa qo'chqorlarni Shuhrat akam o'zlari tarbiya qilgan ekanlar. Shuni xudo xolasa sotuvga chiqaryaptilar. Chiroyli qilib sizlarga video obzorini qilib beramiz. Akalar, erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Haqiqiy zo'rlardan zotga xudo xolasa oyoq qo'li uzun mana bunday oq yuz, oq tumshuq variantlarda sizlarga akalar yoritib beramiz bugun xudo xolasa. Shuhrat aka, assalomu alaykum. Murodjon, charchamayapsizmi? Sizmisiz? Rahmat. Xudo xolasa bugunga qo'chqorlarni zo'rdan kelib qo'yibsiz. Qo'chqorlar dehqonchilik. Joningiz sog' bo'lsa, akalar, dehqonchilar ekan bag'i mana akalar. O'zingiz tarbiyalagan ekansizlar bu, ha? Ha, o'zimiz baxtib turgan narsalar. Mana chishtikavagidagi qo'chqorlar ekan, qo'chqorlar ekan. Mana akalar, erinmasdan oxirigacha ko'rib tursalaring, sizlarga yoritib beramiz. Mana birinchi turgan qo'chqorni qaranglar, stoykalarga alohida ahamiyat berasizlar. Oyoqlari stakan tuyoq, mana buni qaranglar. Orqa boshlari ham qaranglar, orqa boshlari tik dumba ekan. Mana haqiqiy zo'r. Mana bu ham akalar, zo'r narsa ekan mana. To'llari qizil mana. Qizil tonna. Botashi turishini qaranglar. Nihoyatda chiroyli. Orqa boshlari hammasiniki chiroyli ekan akalar. Qaranglar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib sizlarga buni obzorini qilib beramiz akalar. Xo'p, Shuhrat aka, bugun necha parcha qo'y chiqarib beramiz? 4 partiya. 3-4 parcha atrofida akalar bugun qo'ylar chiqargan xudo xolasa. Xo'p, Shuhrat aka, xudo xolasa narxlari yo'lda bo'ladi? Xudo xolasa yo'lida bo'ladi. Narxlari akalar yo'lda bo'lar ekan. Erinmasdan oracha ko'rib turasizlar. Qo'ylarni qaranglar. Alohida ahamiyat berasizlar. Garbonuslariga ichida bitta edilboya bor ekan akalar. Mana bitta edilboya bor ekan. Mana bular akalar, xudo xolasa arashanda mana haqiqiy zo'rdan ekan, xudo xolasa. Qarasam 5 ket qo'ylar akalar, xudo xolasa vohani qo'ylari emas akalar bular. Oldinroq o'tgan, mana o'zi ko'sh qaytarib mana saqishini chenab turibdi akalar. Sog'lom degan bu degan akalar mana. Xudo xolasa Shuhrat akam ancha yil o'zlari boqqan ekanlar. Bugun mana sotuvga xudo xolasa chiqarildi. Naslga qiziqqanlar, qidirib yurgan, qo'chqorlar yurgan aka-ukalarimizni tavsiya qilib qolamiz, xudo xolasa. Xo'p, xudo xolasa 3 partiya, 4 partiya atrofida qo'y chiqaramiz dedingiz, Shuhrat aka. Bundan yiriklari ham bormi qo'chqorlar? Bor yiriklari. Bundan yirigi bor-a? Bor. Bundan ham yiriklari bor ekan, akalar. Yerimay ko'rib tursalar, sizlarga yoritib beramiz. Xo'p, Shuhrat aka, bularda nima deymiz? Tishi buzganmi, tishi buzmaganmi, Shuhrat aka? Men ham ko'rmaganman. Oldi buzgan bo'lish kerak. Ha, buzgan bo'lish. Bir qator bittiktasini ushlab ko'rsatamiz, ha? Bo'ldi. Bittiktasini ushlab ko'rsatamiz. Keyin shunga qarab, xudo xolasa bo'y boshlarini o'lchab, chiroyli qilib narxiga o'tiramiz. Mana hurmatli obunachilar, hozir bittasini ushladilar. Mana qaranglar. To'llari quyoshda to'g'imdagan simjon. To'shlariga alohida ahamiyat berasizlar. Mana Shuhrat aka shuni bitta endi tishini ko'rsatamiz. Keyin bo'y boshlarini o'lchab o'tamiz. Hali qo'zichoq ekan jonivor. Hali qo'zi. Bo'y boshlarini bitta o'lchab beraylik. Metr topib keling. Mana jonivorni mana. Yerdan balandlik akalar mana. 90 turibdi akalar. Orqa boshdan bitta ko'rsatib qo'ying Shuhrat aka. Mana orqa boshlari zo'r haqiqatan, nihoyatda dumbarazlar juda kelishgan. Qo'yavering Shuhrat aka. Jonivorlar haqiqiy zo'r ekan mana. Mana hurmatli obunachilar, bizda ikkinchi qo'chqorimizni ham hozir bo'y boshlarini o'lchab tishlarini ko'rsatib beramiz. Buni oldi tumonchasi bor ekan. Quloqlarni qarang. Quloqni bittasi o'tkazib qo'ying tomonga. Juda chiroyli ekan. Shalpon quloqlar. Tishini ko'rsatib qo'ying buni, jonivorni. Hali qo'zichoq. Bo'yni bitta o'lchab qo'yaylik, bo'yni. Bo'y boshlarini o'lchasak, to'shlari ham juda chiroyli. Jonivorlar qo'lga tushmagan hali. Yerdan balandlik obunachilar mana. 90 turibdi bu ham. 85 plyushka olishsin. 85 plyushka? Ha. 85 plyushka olar ekansizlar. Mana orqasiga ko'rsatib qo'yaylik. Qo'yavering jonivorni. Hammasi xudo xolasa standart bir xilda. Shuhrat aka, xudo xolasa buni endi ko'p maqtamaylik. Bir joyga olishsin,
Bir joyga olishsin. Nech puldan beramiz shurdagi bularni? Ular bir joyga bo'lsa 8,5 dan ketaveradi. 8 million 500 ming so'mdan. Ketaveradi. 8 million 500 ming so'mdan Xudo xolasa ketaverar ekan, hurmatli Tanlab obunachilar. olsa pilis bo'ladi. Tanlab olishganga plyus. Pilis bo'ladi tanlab olsa. Tanlab olgan akalar plyus. Bir joyga bo'lsa 8,5 dan ketaveradi. O'ylanmay aloqaga chiqishaversinmi? Ishlar bitib berasizmi? bitiramiz. Chiqaversa o'ylanma. Aytilgan summalar muhim emas. Yo'q, muhim emas. Chiqishaversin, ishini bitirib. Chiqaversin, ishini bitiramiz. Oldi, joningiz sog' bo'lsin akalar, Xudo xolasa. Hammasini bir joyga olgan odamga 8 million 500 ming so'mdan deyapti, lekin tanlab olsalar akalar, ko'p emas, ozgincha plyus bo'ladi, ko'p emas shundagi. Ozgina bitiramiz. Ko'p emas, tanlashaversin ham. Tanlaverasizlar akalar, Xudo xolasa ishlaringizni bitirib berishadi. Mana 90 urib turgan haqiqiy Arashan qo'chqorlar mana haqiqiy. 85 plyusga ham olishaversin. 85 plyusga olar ekan, hurmatli obunachilar. Tikdumba mana bunaqa ayrudum bo'ladi, Xudo xolasa yetib kelgan ekan. Hali hammasi qo'zi ekan. Ikkitasini ko'rdik, ikkitasi qo'zi chiqdi. Xo'p, hammasi akalar qo'rada turgan narsalarda ha deb chini ko'rgan kilo qo'yamiz. to'g'ri, mana akalar, Xudo xolasa yemini yeb turgan haqiqiy zo'ridan. Xo'p, shulardagi dastavkalar qayergacha uyushtirib berasiz? Toshkentga. Toshkentga to'g'ri? Toshkentga. Toshkentga uyushtirib berganlar. Haqiqiy yemini yeb turgan mana bunaqa oq yuz variantlardan akalar, Xudo xolasa. Xo'p, vohaga so'rashsa kelishamiz. kelishasiz-a? Bitiramiz ishini. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, Xudo xolasa, erinmasdan orqacha ko'p turasizlar, keyingi paytlarga biz o'tiramiz. Shu yerda keyingi paytlar o'tiramiz-a? O'tiramiz. Hurmatli obunachilar, bizda endi ikkinchi partiyamizga mana bunaqa zo'rlardan ekan, ikkinchi partiyamizga mana bunaqa oq yuz variantlardan ekan. Erinmasdan orqacha ko'p taslang, buni chiroyli qilsalar yuborib beramiz. Mana qo'shqat qaranglar, stoykasiga alohida ahamiyat berasizlar. Mana bu qaranglar, akalar. Bular qo'shlari hammasiniki but-butun o'ynab turgan o'zi qo'chqorlar mana akalar. Xudo xolasa. Shu yerdagi ikkinchi partiyamizga ham tur bosh ekan-a bu yerda. Ikkinchi partiyaga ham to'r bosh, ha. Tur bosh mana Xudo xolasa yemini yeb turgan oyoqlari mana qaranglar. Stakan tuyoq hammasiniki mana. Xudo xolasa. Hammasi oq yuz variantlaridan. Hali tish buzmagan-a bular ham. Qo'za. Qo'rada turgan ochmaganmiz, ha. Qo'zi desa ham bo'laveradi. Hammasi Oldi chiqargan bo'lish kerak. oldi chiqargan bo'lishi mumkin akalar. Lekin mana bu hammasi quloqlarga alohida ham berasizlar. Mana bu narsa buloqcha narsa ekan akalar. Qaranglar. Xolasa. Zo'rlardan boqaman deganlar bugun akalar aloqada bo'lasizlar. Mana bu qaranglar akalar. Tushini qaranglar, tushi nihoyatda chiroyli. Qaranglar, quyoshlar irg'ib chiqyaptilar. Kastagilar baquvvat, mo'shtdek. Mana quloq tashab tushlarni ko'p tushinglar. Quloq tashab tushlar, garmonoslari nihoyatda chiroyli. Quyoshda tug'ilgan simju varianti. Mana bu oqam juda buloqcha narsa ekan. Mana akalar qaranglar, quloq qaranglar, shalpon quloq hammasiniki. Zo'rida. Zo'rni boqaman deganlar, anaqa chiqarasizlar. Bitta afg'oni bor Murodjon, mana. Bitta afg'oni ham bor. Chachish qolgan, ha, shu. Bitta akalar, afg'onga chashishgan ham bor ekan. Ha. Shu yerdagi o'shani ushlab ko'rsatamizmi? Shuni ushlab ko'rsataylikmi? Bitta ushlab ko'rsatak shuni jonivorni. Shunimi? Ha. Mana hurmatli obunachilar, shuni afg'on deyaptilar. Mana orqa boshlari mana o'zlari ko'rib turibsizlar. Haqiqiy afg'onga chashishgan gibrid ekanda, shu yerdagi. Afg'onga chachishgan. Gibrid lekin Arashan. Mana endi tish buzibdi jonivor. Endi buzibdi mana. Endi buzibdi jonivor mana. Quloq qaranglar, quloqlari shalpon quloq mana. Haqiqiy tushlari qarang, tushlari ham nihoyatda chiroyli. Xudo xolasa to'ni ham quyosh to'g'indagan simjun variantda. Shunga ham bitta metr tashlab o'tamizmi? Metr tashlab bo'ybasini o'lchab o'taylik. Akalar mana. Mana akalar yerdan qo'yib pisyapti lekin yerdan balandligi. Oh, jonivor qaranglar. Otmi bu? Ha. Mana akalar yerdan balandligi mana 85 plyus degan. Jonivor. To'da qo'yavering. Qo'yavering. Mana. Xolasa. Yana bitta ushlab ko'rsatamiz shu yerdagi. Qaysi birini ushlab ko'rsating? Mana shu ushlang shu yerdagi mana zo'r narsaga mana bu. Mana shu birinchi turgan mana shu. Jonivorni qaranglar. Shuni ham bo'ybasini sirali o'lchab beraylik. O'lchab bering. Shuni ham bo'ybasini sirali o'lchab o'taylik. Orqalarini ham ko'rsat. Obunachilar yerdan balandligi mana. Bu ham 85 plyus degan. Ishimni ko'rsatib qo'yasiz. Bu ham endi chiqadi. Endi chiqaryapti. Ya'ni quloqni qo'yaylik shu yerdagi quloqni. Qaranglar obunachilar. Quloqni nihoyatda chiroyli. Nihoyatda shalpon quloq ekan. Qo'ydi qaranglar. Nihoyatda zo'r narsa ekan bular. Shu yerdagi ular narxini nima deymiz? Ular 4 ta bir joyga ketsa 8 milliondan ketaveradi. 8 million so'mdan. Ha. Tanlab olishga? Plyus Tanlab olishga plyus. Plyus. O'zingiz tanlab bersangiz-chi? O'zim tanlab bersam Minus bo'ladi. minus bo'ladi.
Joningiz sog' bo'lsa. Akalar, tanlab plus, agar o'zlari talab bersalar minus ekan lekin. Xudo xolasa 85 plus degan qo'ylar. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar mana. Xudo xolasa ishlaringni bitirib beradilar. Mana. Keyingi partlarga o'tiramizmi? O'taveramiz. Hurmatli obunachilar, biz endi keyingi partda bizni kuzatishamiz. Hurmatli obunachilar, biz endi 3-partiyaga ham mana bunday qo'chqorlarda, haqiqiy legendalardan, simjun variantlaridan ekan akalar, oq yuz variantlaridan. Erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar, ichida bitta kashtani ham bor ekan. Janovar qarang. Odamdan qo'rqmas ekan bu janovar. Ushqo ekan. Qarang akalar, xohlasa hammasi bir xil ekan. Mana bular uchalasi bir xil ekan-a? Joy ham bir xil. Uchalasi joyda turgan bular. Jo'g'ayni botirlar ekan mana. Obunachilar. Haqiqat mana bu quloqni hayot tuzun ekan akalar. Qaranglar, orqa boshlariga alohida ahamiyat berasizlar. Orqa boshlari tik dumba, razrezlari ham juda chiroyli. Mana bu kashtani juda chiroyli ekan-a? Qo'rdagi qoratoy mana bu. Ha, qoratoy o'ta chiroyli. Cho'rnisidan bor ekan akalar mana. Oyoq kiyimlariga alohida ahamiyat berasizlar, oyoqlari haqiqiy. Yani chiroyli mana dumbalari hammaga kelishgan ekan. Sho'rda ashini ushonchi, qorani. Qoranimi? Ha, qorasini ushlangchi. Bir ko'rsataylik obunachilarga. To'g'ri ushbu ekan. Obunachilar, erinmasdan orqacha ko'rib turasizlar. Bular ham bo'y baslarini o'lchab chiroyli qilib yoritib beramiz. Sho'rdagi bularni nima deymiz, yoshalilarni ish buzganmi bular? Ular chiqargan ha. Chiqargan-a, mana bu jonivor ushbu ekan. Haqiqiy zo'rlarga. Endi chiqarib. Ikkitishga o'tgan ekan, yomonlar. Mana qaranglar, stoykasi nihoyatda chiroyli. Hammasini stoykalari juda ham chiroyli ekan mana. Xohlasa zo'rni boqaman deganlar aloqa ochib ko'rasizlar. Sho'rdagi qo'yi qo'shqani bemalol tavsiya qilaveramiz. Bemalol qo'shaversin, qo'chqarni. Mana. Xudo xolasa iplaydi xotirjam, 40 ta qo'ydi ham. Shularni uchun ham bitishni bo'lsaylik. Bunisi hali qo'zi ekan-a? Jonivor hali qo'zi ekan. Jonivor Qo'zi ekan? Qo'zi hali qo'zi. Mana. Haqiqat zo'rdan. Mana hurmatli obunachilar, bittasini sizlarga bo'y basini ko'rsatamiz. Qo'y 90 plus akalar. Mana. Endi mana ko'rindi. Jonivor. Qo'yavering jonivor. Akalar bu yerda hammasi bir xil mana. O'zlari ko'p turibsizlar. So'rasalaring takroriy video ham qilib berasiz sho'rdagi? Takror O'lchab bo'ladi, ha. Sho'rdagi qo'ylar charchagan hayotda buni ko'p cho'zmaylikda narxiga o'tiraylik sho'rdagi. Buni bir joyga olgan odamga nech pul qilib beradi sho'rda? Bir joyga olsa 9 milliondan ketaveradi. Hop, Qorani so'rasa 10 millionga beraman. qorani so'rasa 10 millionga. Bularni-chi bularni? Ular 9 dan ketaveradi bir joyga. Ular 9 dan 4 tovini olaman desa 9 dan ketaveradi. Akalar 4 ta olsang 9. Qo'zi ekan mana bularcha. Nasa qo'zi ekan, mana jonivor. Jonivor bittasi hali qo'zi ekan. 90 plyusdagi qo'ylar. Mana bunisi undan ham betarroq akalar. Charchagan qo'ylar nihoyatda. Kashtan ham nihoyatda chiroyli akalar, qaranglar. Xudo xolasa. Hammasi bir-biridan chiroyli. Quyoshga to'ldirilgan. Shoshilib akalar aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa sho'rdagi ishlarni bitirib beradilar. Qo'ylar nega nihoyatda charchagan mana. Sho'rdagi xudo xolasa telefon qilishaveradi, kelishib berasiz narxini chiroyli qilib. Hop. Bitta olsa ham, ikkita olsa ham, xudo xolasa yo'lda qilib berasiz. Akalar, xudo xolasa oxirgacha ko'rib turasizlar. Ikkita urg'ochi bor ekan, shuni ham sizlarga yoritib beramiz, keyin videoni yakunlayveramiz akalar. Hurmatli obunachilar, bizda endi so'nggi partiyamizga mana bundaqa hisorini haqiqiy noyoblardan. Sho'rdagi so'nggi partiyaga narxlar qanaqa bo'ladi? Arzon bo'ladi. Bomba bo'ladimi? Bomba bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin akalar. Xudo xolasa so'nggi partiyaga mana bundaqa ikkita urg'ochini olib qo'ygan ekanlar. Nafsharoqos yoritib beramiz. Qorasi bormi? Tasmasi bor. Ha, birinchi turgan. Qo'zi. Bu qo'zi, birinchi turgan. Uni ag'dag'isi-chi? 4 tish. Ag'dag'isi 4 tish. 4 tish bo'lsa, bitta tuqqan ekan-a sho'rdagi? Bitta tuqqan, ha. Bu vasflar nima deymiz sho'rdagi bular? Qo'chqar qo'shib olishadi. Qo'chqar qo'shib olishadi? Qo'chqar qo'shib olishadi. Akalar, qo'chqar qo'shib olar ekansizlar, xudo xolasa mana shu narsaga olar ekansizlar mana. Mana. Xudo xolasa bitta qo'zi, mana bunisi 4 tish ekan akalar mana. Bo'y baslarni sho'rdagi nima deymiz bularni, bo'y baslarni? 80. Tasmasi bor, ha? 80. Ha, bunisi 80 ekan. Bunisi-chi? Bunisi 75. 75. 75 ga beramiz, 75 ga olar ekan. 75 ga olishaveradi. Mana akalar, xudo xolasa narxini nima deymiz sho'rdagi?
ikkovini 5 million 700 mingdan ikkov bir joyga ketaveradi. 5 million 700 ming so'mdan akalar, xudo xolosa ikkovi bir joyga ketavergan, xudo xolosa. Shuradagi yana xayriga o'tib berdan joyi bor. Xayriga o'tib beradi joyi bor. Telefon qilishaversin, ishini bitiramiz. Bo'ldi. Akalar, oxirida mana haqiqiy bomba bo'ldi narxi. Akalar, xudo xolosa 5 million 700 ming so'm narxi aytilyapti. Telefon qilgan odamga yana xayri sunnatiga o'tib berdan joyi bor ekan. Yebisda muammosi yo'q umuman. Muammo yo'q. Sinab olishaveradi bir hafta. Bemalol. Bemalol, xudo xolosa bir hafta sinab olasiz. Akalar, ketkizgan vaqtlaringiz rozi bo'lsa, hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lasizlar mana. Haqiqiy zo'rlarda mana.